Men Xolmurodova Nilufar. Buxoro davlat pedagogika instituti maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasiman. Ayni damda Buxoro shahridagi 29-ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida amaliyot o'tab bormoqdaman. 4+2 amaliyot jarayonida 29-maktab 1-toifali o'qituvchisi Sadoqat Narzolayeva tomonidan yangicha didaktik o'yinlarni va yangi metodlarni, o'qish savodxonligi darsida, matematika darslarida o'quvchilarni qanday jalb qilish kerakligini o'rganib kelmoqdaman. Sinfdagi o'quvchilar nafaqat aniq fanlarga, balki tabiiy fan, texnologiya, musiqa, jismoniy tarbiya darslariga katta qiziqish bildirganliklarining guvohi bo'ldim. Oliy ta'limda olgan bilimlarimni amaliyot jarayonida mustahkamlab, yangicha metodlar, yangicha innovatsion texnologiyalarni o'rganib bormoqdaman. Va shu o'rinda aytishim joizki, men bu sohani, aynan o'qituvchilik sohasini tanlaganimdan hech qachon afsuslanmayman. Bolalik zo'r bo'lardi, sovuq suv ichsam onam urardi. Dod yig'lab qochardim, jahl qilsam hamma kulardi. Bolalik zo'r bo'lardi, qilsam yugurib otam kelardi. Bir erkalab o'pardi, qilganim shu on unutardim. Eslayman o'sha damlar, burchakka bekinib devorga chizardim. O'yinchoqlarim faqat buzardim, yangi yilda kun bo'yi archa bezar. Hayajonli xotiralar maktabda ilk kun, tayoqcha chizishni o'rgandim uch kun. Ustozim kirganda aytardik jo'r bo'lib. Hozir sizlar bilan tezkor savol-javob o'ynaymiz kodlar yordamida. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi. Duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida.